harfimiz sodi. Xo'p, sodni mahrajida mana shu ko'rinishi tilimiz mana shunday ko'rinishga ega bo'lishi kerak. Sodning o'zining mahraji tilimizning uchi va pastki sanoya tishlarining orqasidan deb aytiladi. Mana shu ko'rinishda bo'lganligi uchun tilimizning uchi pastki tishlarimiz orqasida turadi. Kelayotgan havo ana bunday tarzda o'tib ketadi. Va sodda aytganimizdek isti'lo sifati hamda itboq sifati bor, yo'g'on juda ham. Shuning uchun tilimizning orqasi ko'tariladi. Tilning orqasi ko'tarilishlik isti'loga dalolat qiladi. Qo'shimcha ravishda bunda itboq bo'lganligi uchun kelayotgan havo mana bu oraliqda birpas qamalib keyin chiqishligi kerak. So bo'lsa qamalmagan bo'ladi. So balki so else as emas else so mana shunday bir muddat yuqoriga yo'naltirib keyin havo tashqariga chiqish kerak bo'ladi. Shunda sod to'la chiqayotgan bo'ladi. Bu yerda shuni ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ayrim kitoblarda tilning uchi bilan yuqori sanoyalar orqasidan chiqadi deb berilgan. Biz aytyapmizki, tilning uchi bilan pastki tishlarning orqasidan deyapmiz. Tilning uchi bilan yuqori tishlarning orqasidan chiqadi degan ma'lumotlar ham bor. Shuni to'g'ri tushunib olish uchun ta'kidlab o'tmoqchiman. U kitobda nazarda tutilgan narsa havo nazarda tutilgan. Tilimizning uchi pastda turadi, lekin havoning yo'nalishi tilimiz haligi sifatlarni chiqarish uchun ko'tarilib turgani uchun yuqoridan kelib mana bu tepa tishlarning orqasidan mana chiqyapti. Mana ishoramizga qarab turilsa, kelayotgan havo tepa tishimizning orqasidan chiqyapti. Havoni nazarda tutib, ular demak tilning uchi hamda tepa tishlar orqasi deyilgan. Buni hech qanday noto'g'ri tushunadigan joyi yo'q. Lekin ustoz siz o'qiydigan bo'lsa kitobni sal noto'g'ri tushunib qolib, tilning uchini tepa tishning orqasiga olib boradiganlar ham uchrab turadi. Shuning uchun to'g'ri tushunib olish ma'nosida aytib o'tyapman. Tilning uchini tepa tishning orqasiga olib borilmaydi. Af deb aytilmaydi. Af emas. Balki tilning uchi pastki tishning orqasida turadi. Faqat kelayotgan havo tilimiz yuqoriga ko'tarilgani va itboq sifatini berib tanglayimiz orasida qamalgani uchun chiqayotganda tepa tishning orqasidan chiqqani sababli tilning uchi bilan yuqori tishimizning orqasidan deyilgan. Shuni yaxshilab anglab olishligimiz lozim bo'ladi. So, si, su. Ana bu yerda ham so itboq sifatini yaxshilab bildiramiz. So emas, oddiy so. So bo'lsa isti'lo bo'lyapti to'g'ri. So, lekin itboq yo'q. So emas, so qamalish kerak. Si. Ana bu yerda ham itboq sifati borligi uchun tanglayda bir oz qamalib keyin si deb talaffuz qilinadi. So. Va shuni yana ta'kidlab o'tish kerak. Bu yerda yana bir kuzatiladigan xato, iloji boricha sodni talaffuz qilayotganda labimiz ishtirok etmaydi. Hali mahrajdan tushuntirganda aytdik, mahraji til uchi bilan pastki tishimiz orqasi deb labni aytganimiz yo'q. Shuning uchun labdan chiqmaydi. Yo'g'on qilaman deb ayrimlarda juda ham as deyish holatlari uchraydi. As yo'q, unday emas. Else oddiy. Else labimiz joyida turadi. Yuqorida tabiiy ravishda tilimiz ko'tarilib yo'g'onlashishi kerak. Bu sun'iylashtirib labimiz bilan yo'g'on qilinmaydi. As deyilmaydi, balki else. Bu yerdan xuddi shunday so, si, su da ham mana su oldin soni aytib olib, keyin zammasini aytamiz. Su, ya'ni su, so, si, su deb aytilmaydi. Sum. Bu yerda demak zammadan keyin mimga labimiz qaytish kerak. Sum bo'lib qolish holati uchraydi. Sum. Yo'q, sum hamda bayniyasini bildiramiz. Sif
Sif fa'ning raxova sifatini bildiramiz. Sif deb to'xtalib qolmaydi. Sifa bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. Sif. Ayni paytda fa'ning demak maxrajini unutmasligimiz kerak. Tepa tishimiz bilan pastki labning yuza qismini ichkarisidan chiqadi. Pastni sif bo'lmaydi. Sif. Haliga aytganimizdek sodga labni ishtirok etqizigan paytda f ni ham shunga ulab yorilish holati uchrab turadi-da. Sif bo'lib qoladi. Sif. Fas. Demak, sodda ham raxova sifati bor. Shuning uchun faso bo'lib qalqala ham bo'lmaydi. Fas bo'lib to'xtab ham qolmaydi. Fas bir muddat ham sofir, ham raxova sifatini yaxshi bildirib turish kerak. Sorof. Sodaru. Bu yerda kuzatilishi mumkin bo'lgan xato. Sod yo'g'on, ro ham oldi fathali bo'lganligi uchun yo'g'on, ba'miz ham yo'g'on bo'lib qolish ehtimoli kuchli, juda ham. Sabor bo'lib qoladi. Sabor. Wala man sabara. Sabar. Ba'da bir ingichkalashib olishlik kerak labimiz. Sabar. Ayni paytda sabar bo'lmaydi. Sabar ra yo'g'on. Basor. Bu yerda ham xuddi shunday bosor bo'lib qolish ehtimoli bor. Bosor. Ba ingichka. Basor. Qasobi. Nasara. Bu yerda ham nasara bo'lib qolish mumkin. Nasara balki nasara. Na ingichka, sara yo'g'on. Yansuru. Buni demak ixfodan xabari borlarga sod yo'g'on bo'lganligi uchun ixfosi ham yo'g'on, yan bo'lib yo'g'on qilinadi. Agar nazariy darsimizni hali o'tmaganlar bo'lsa, nunni bildirib, bayniyasini bildirib o'tish ham mumkin. Yansuru. Istabsara. Yastabsiru. Ba'ni qalqalasi sodning itboqiga e'tibor beramiz hamda sinning raxovasiga. Bu yerda endi sin bilan sodning farqi tushuntirib o'tilinadi. Sin bilan sodning maxraji bitta. Shuning uchun yonma-yon berilyapti. Faqat o'sha sifatini ajratib olishimiz kerak. Sin ingichka, sod yo'g'on. Safar. Bu yerda ham demak ro'ni yo'g'oni, fa'ni ingichkaligiga e'tibor qaratamiz. Sofaru. Bu yerda ham basorga o'xshab sod yo'g'on, fa ingichka, ro yo'g'on. Ikkita yo'g'onning orasida fa'ning ingichkaligini yaxshilab bildirishimiz kerak. Sofor bo'lmaydi. Sofaru. Ayni paytda ralarga ham nimalarga e'tibor qarataylik? Bayniyasini bildirish kerak. Sofar bo'lib qolmasligi kerak. Sofaru. Sayfu. Ya'ni raxovasi va fu bo'lib qolmasligi kerak. Fu. Sayfu. Fa'ni aytib, keyin zammaga chiqamiz. Sayfu. Soyfu. Intasaba. Ixfo qiladiganlar bo'lsa, demak intasaba. Mana shunday talaffuz qilinadi. Sum, sif, fas, saraf, sadar, basar, qasab, nasara, yansuru, istabsara, yastabsiru, safaru, safaru, sayfu, sayfu, intasaba, intasaba.